Mana bu g'ishtlar ko'rib turganingizdek, hammasi xudo xolasa etap-etap O'zbekistonga olib boriladi. Oxirgi texnologiyalar bo'yicha g'ishtlar ishlab chiqariladi, mana shu ispanskiy texnologiyalar bo'yicha. Mana bu tomonga ko'rib turganingizdek, o'sha tayyor g'ishtlar chiqarilgan. Bular o'sha pechkaga kiradigan g'ishtlar. Holatda o'sha podonlarga taxlanib, mana bunaqa lentalar bor, lentalarni yopishtirib va ya'ni zavodimizni yuragi ana shu joyda, mana shu aka bitta operator aka Ko'rdingizmi? Shu amuderiyadan suv chekib, shu suv getirib, shu tayda to'proq yuvmadi. Do'stlar, assalomu alaykum. Yana bir bor hammalaringizga ko'p biz bugun Turkmanistonda kelganmiz. Mana shu o'zimizning hamkorimiz Leva aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Leva aka, yaxshimisiz? Rahmat taklif qilganingiz uchun. Bizlar bugun xudo xolasa mana shu zavodda olayotgan g'ishtlarimizni polizlarga obzorni ko'rsatamiz. Bu yerga nafaqat fasadni g'ishtlar, balki ana chorni qilayotgan g'ishtlar, terma bloklar ham ishlab chiqariladi. Bittadan laykni bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, sizlar uchun mana shu Turkmanistonga kelib, mana shu zavodni обзорni qilib beramiz bugun. Leva aka, тогда вы нам завод покажете, какие там у вас кирпичи есть, какие в дальнейшем у вас еще Do'stlar, men ruscha gapiraman, nimaga o'zbekchaga tushunmasligingiz mumkin. Ruschani ko'pchilik tushunadi, shuning uchun savollarni ruscha beraman, javoblarni bu kishi ham ruscha beradi. Shuning uchun boshlaymiz buni, Leva aka. Ага, спасибо. Немножко вот здесь покажем, Лева aka, вот такие кирпичи, вот это они 1НФ красные кирпичи, да, они уже в запасе. Да. Я там видел этот желтый 1.4 NF, термоблок тоже, да? Да. Хорошо. Do'stlar, yuringlar, bo'lmasa mana shu zavodga kiramiz. Zavod juda ham katta ekan, ishlab chiqarish juda ham moshni. Turkmaniston bo'yicha bu zavod bitta ekan o'zi. Da, da, tok один, da. Mana bu g'ishtlar ko'rib turganingizdek, hammasi xudo xolasa etap-etap O'zbekistonga olib boriladi. Bu shursaviy g'ishtlar ekan, bu tomonlar. Bu esa bu ham shunaqa ekan. Hop. Bismillah. Mana bu tomonda ko'rib turganlaringizdek, sariq 1NF g'ishtlarimiz turibdi. Marka proshisi более 100 da здесь. Ya'ni 100 markadan ziyod. Qizil ranglarimiz esa bular esa 200 markadan ziyod da. Ketdik ishkar ekan. Здесь подготовка. Здесь вот смотреть, вот. Либо пока вопрос один. У вас карьер вблизости или как? Нет, не близко. Привезете? Да. А глины очень много, да? Да, глины очень много. Красный, желтый. Все. Келin. Ko'rib turganlaringizda, еще этот оборудование какой этот итальянский или как? Испанский. Do'stlar, ko'rib turganingizda, lekin juda ham katta, mana bu oxirgi texnologiyalar bo'yicha g'ishtlar ishlab chiqariladi, mana shu ispanskiy texnologiyalar bo'yicha. Şu maykı pробирка da. Bu toyunu şu düvedi kovayalak tozak edip 800 mikron ya'ni mana bu apparatimiz уже tuproqni mahinlab tepaga chiqarib beradi, deyapti. G'ishtlarni usti siliq chiqishi uchun. Filyalık tozak yani korkar. Çan derecede getiredi. Şundan geçeyim. Nasıl filtrden geçerdim. Şundan geçenler şulanmak filtre. Filtrden geçip turvalardan yani ki toylar akıp şun demesi tırnaları bu ya. Yol Yani mana shu drabelkada mahinlab tepaga filtrlab, keyin u tomonga toza tuproqlar boriladi, deyaptilar. Şimdi toyunu uyarlar, işlerden başlayadi aslında. Filtre var, yelek var. Yana bitta savol, qarang. Hozir например, сейчас красный кирпич производится, да? После красного кирпича вы переходите на желтый, да? У него другая глина, а у желтого другая глина. Они все перерабатываются здесь. Оба, да? Yani sariq g'ishtlarimiz ham, qizil g'ishtlarimiz ham mana shu yerga полный отработка bo'lib, keyin liniya bo'yicha u tomonga ketadi g'ishtlar, g'isht chiqarishga. Вот оттуда выйдет из ленты в другой отсек поедет, да? Формовка. Ya'ni tuproqlar mana bu lenta orqali chiqib,
boshqa o'zi nimaga o'tadi, u tomonni ham o'zi ko'rsatamiz. Xo'p, azizlar, bu yer uje ishlab chiqarish sexiga kirdik bizlar. Ko'rib turganingizdek, mana bu tomondan loylar kirib, mana shu motorga kirib ichkariga va mana bu tomondan uje g'ish bo'lib, bu yoqqa format qo'yiladi. 1 NF mi, yarimtalik mi, 0.5 NF mi qo'yiladi va mana shu format orqali g'ish ishlab chiqariladi. Lenta bilan keladi bu yoqda. Bu tomonlarga kelib uje g'ish holatiga chiqadi. Va mana bu apparatlar uje kesadi g'ishlarni. G'ishlarni bo'laklab tarqatadi. Bu tomonga ko'rib turganingizdek, uje tayyor g'ishlar chiqarilgan. Bular uje pechkaga kiradigan g'ishlar. Ije этот сухой сушка и потом обжиг будет, да, после этого? Да, сейчас вот который после сушилка этот обжига приготовит, вот каждый очередь свои это вагонетка. Сейчас печка. Сейчас я вам покажу. Сушилка идет. Смотрите, это сейчас красный кирпич, да? Нет, Это желтый уже. После обжига он желтый становится, да? Вы уже переходили на желтый? Да, да. Do'stlar, yangilikni yana zo'ri ko'rib turganingizdek, mana. Ya'ni plitkalar. Ovozchasini ko'ryapsizlar buni? Ya'ni buni o'sha dekoratsion kley bilan yopishtirsa ham shkaturkadan keyin devorlaringizga kley bilan yopishtiradigan plitkalar desak ham bo'ladi. Buni anaqa varianti ham bor ekan, bu yoqqa keling mana. Ya'ni anaqa dekoratsion variant ko'rib turganingizdek, uchta qadar-g'udurli mana. Dekoratsion varianti ham bor ekan, juda zo'r. Malati, juda chiroyli chiqadi bu narsalar. Ular ручной изделия. Да, я shu aytyapman. Lebab aka, еще один вопрос вам. Lebab aka, многие у нас говорят, что у вашего кирпича есть пигмент. Пигмента есть у него внутри, красители какие-нибудь? У нее своя естественная цвет. Ya'ni do'stlar, qaranglar, buni ichiga hech qanaqa pigmenti yo'q. Pigmenti yo'q, bularni yillar davomida tursa ham fasadlaringizga rangi o'zgarmaydi, sifati buzilmaydi. Nimagaki tabiiy narsa. Ichida hech qanaqa kraskasi yo'q. Bitta shu joyni to'xtab bitta oling-da, noldan. Noldan oling-da bitta. Bosdingizmi? G'ishchalarimizni o'zi nima deyapti? G'ishchalarimizni mana 05 formatdagi g'ishchalar kimga kerak? Optim joyiga kelaverasizlar. Sarig'i, qizili, любой hammasi nalichiga. O'zbekiston bo'yicha bularni yetkazamiz. Ну он ломается, он как плитка становится, да? Да. Zo'r вообще. Do'stlar, ana ko'rib turganingizdek, bu 05 formatdagi qizilimiz bizga o'zi O'zbekistonga kelyapti. Ya'ni razmeri tushuntiraman, balandligi 65, qalinligi 60, uzunligi 25. 1 kvadratga 54 ta bu g'ishimizdan keladi. Hozirgi kundagi narxi 2600 so'm bu g'ishlarimizni. O'zbekistondagi narxi. Niyasi chiqdi. Bizga borgani u anaqa matov edi-yu. Yo'q, matov ham bor, plyatov ham bor. Ya'ni markasi boshqa bo'lsa kerak-da. Bizlarga yaxshisini yuboryapti menimcha. Keyin rangi ham qip-qizil, bularni ham ochroq. Shu pech qavrlardan kiradi. G'ishlar do'stlar, ya'ni g'ishlar bu tomondan kirib keladi. Bu uje zavodning yuragi desa ham bo'ladi, pechka. Bu gaz используется-da, ne ubilda? Gazda. Gazda pishiriladi bu do'stlar, hammasi gazda.
Kelinglar. Упаковочный аппарат, пока не работает. Пока ручной делаете, да? Mana bunaqa holatda uje pardonlarga taxlanib, mana bunaqa lentalar bor, lentalarni yopishtirib va ustida mana shunaqa salafanlarni qilyapti. Bitta bu yerni ozgina endi negativ emas, to'g'ri tushunasizlar. Bu g'ishtlar bu yerdan chiqishi zo'r, hammasi zo'r chiqadi. Yo'liga ozgina muammosi bor ekan, ya'ni borguncha mana bu g'ishtlar sal yo'lni hisobi, dag'ar bug'ur hisobiga bitta ikkitasini labi uchib boradi, lekin g'ishtlarning sifati yaxshi zo'r. О, ichkarini qarala. Там сколько градусов сейчас? Hozirgi 905-910 gradus. Ну, почти 1000 gradusga yaqin g'ishtlar ichkariga pishiryapti do'stlar. Bu tandir. Tandirda. Hozir qarang. Qizili necha daraja issiqda pishadi, sarig'i necha daraja issiqda pishadi? Sari 950 gradusga chilli boradi. Qizilchi. Qizilni 880 900 maksimum. Ve iç günde pişip tayyor bo'ladi. Yok şifte olarak 3 günde çıkartlar. 3 gün çıkartlar. Ve bunun içinin her tarafı şu tavanın maddesi. Ha. Bu yerdan upravlayat. Assalomu alaykum. Ha. Ya'ni zavodimizni yuragi ana shu joyda, mana shu aka bitta operator akamiz turib, mana shu yerda regrovka qilayotgan kompyuter orqali gazlarni, davleniyasini, ya'ni polni ana shu yerni regrovka qiladigan joy ekanda. Zavodning yuragi desa ham bo'ladi buni. Zo'r. Hammasi avtomatlashtirilgan. Do'stlar, qarochi qish sushkada kelgandan keyin mana bunaqa apparat robotlar bu yerlarni ana shunaqa taxlab bu tomonga olib kelib beradi. Mana akamiz operatorlar nimaga pultga turibdilar va ko'rib turganingizdek boshqaruv pulti bu tomonga ekan. Aha. Bu tayyor uje. Alırlar bitmese şunu koyarlar, ikiyle de onu çıkar. Bir ara çıkar. Hiç gibi adı belirlemedim. Adı verdiğim her şey. Zo'r. Hozir obedda chiqib. Bo'ldi. Do'stlar, qaranglar, men oxirgi etap uje yetib keldi. Mana shu yoqqa kelib taxlangandan keyin tepaga mana shu robotlar polni olib podvonga taxlaydi. Podvonga taxlangandan keyin setka, upakovka bo'ladi. Keyin tayyor g'ishtlar mana o'sha robotlar ishlayapti. Ko'rib turganingizdek, hech qanaqa qo'l mehnati yo'q, hammasi avtomatlashtirilgan. G'ishtlar shunday olinib, nimaga ketadi? Upakovkada. Xo'p, mana shu upakovka bo'lgandan keyin tashqariga taxlanadi va tayyor g'ishtlar esa bizga O'zbekistonga yetib boradi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, mana shu bizlarning hamkorlarimizdan biri Turkmaniston davlatli davoron hisoblanadi va mana shu chiqarayotgan g'ishtlari, zavodlari haqida sizlarga obzor berdik. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, обязательно bitta like bilan podдержка qilasizlar degan umiddaman. Kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalaringizga oxirigacha ko'rganlaringiz uchun hech bo'lmasa rahmat.